boshqalarning turmushi aralashishga oshda xuddi shu. Kavga zo'an kiribdi bu yoqqa kelibdi. Ha, bu yoqqa Shu hargiz ishonmayman bu gapiga. nima dedingiz? Qaytadan Maxsus boshqalarning uyini buzdi deyman. bu hanin bos aning gapiga kirib sildigan xabar bilan xizmatlashtirsanlar adash. Mandaq nadonlik qilman deyman. Qara, turfalarni o'shamay. Sindirmalardan sanqilab yurib, o'shinchi kishini qilolmasa, uyda qancha qolmoqchi shunda rap deydi. Voy, Uyda qara. buning matolig'ini yiliqi itoatini o'zi o'ynagan ma'qul naq ashu yiliq. 6-oyda uyimni bir tozalab qo'ysam, axlat niye kelgan tozlayman. Naq topdi. Yana yilda bir tozalab qo'ysam, ballabayimni da boz uyga kelgan vaqtda 6-oyda bir tozalab qo'ysam. Shu uydim 5 rap 5. Bo'ldi demayli, u gapni bir qatim uy kirib qopdim, qarang. Bosuqdan atlaganimni bilaman, hali har xil pura qo'y. Voy, men degan unda pokiz, munda pokiz deb yo'g'onlik adam bo'y kelgan vaqtida yilqi tursin qiz pokizga deb qolsin. Osh ommiy sorun kirib oshxonaga kirgan yo'g'oni jo'z etib o'tiroldi. Voy shu. Men xabar qarab o'tirib ketdim. Ey, ana oldi chandutmay, mama mening erim riyosatchilik sohasida izdilma qilib 13 yil bo'ldilar. Ha, men erimni ko'tarib qo'yasiz juma. Voy shu ko'taramiz qanday keldik. Ha, sizning aylaringiz tas ketiryapti. Ha, qo'lini qo'shqilib siz tas ketasin. Ha, men sizning ichim og'rib, men bichora turpanliq nadan kensin adash. Ma'ul ikkisining damiga dastlab ketdi deb. Ro'shandan boshqa qilgan bo'lsa, men ne? xabarni kullatdim. Bu Ro'shan ko'tar shu erim bir kolni ko'tarib uyga shu kolman satgil akaptul deyman, undan boshqa gap yo'q. Bu kullaydigan tipgadan men bu Ro'shandan kullab o'tiramdim men. Ya kullash kerak. O yol kish degani varg'u, bundaq chivindimi kullaymiz. Chivindimi qo'ng'ili qo'ymaslik kerak ayol kish degan, o'shunda ching tutish kerak akish deganni. Ha, ishqilinglarchi. Men g'ot degan ma programmaga ajoyib pez moslashibsizlar. Shu, men g'ot men. Ha. G'ot. Men. Ha. O'tir kon qapti. Ha. O'tir men kirasam bo'lamdi nima? Qush olamdiqma buni. Biza imtihon baqamsa ya, g'ot qilib baqsin. Ha, g'ot qilib beqib, aning keyindan avval o'ylasanglar bo'ldi. Ha, shu to'g'ri imtihon olish kerak. Uningdan boshqa biz mushu ma ikki kishilik g'aybatimizni mushu yaqinda sho'yan qilib, cho'ngaytimiz deyapmiz shundoq. Ha, mushu sho'yan qilib izbosar g'aybatchilarni tarbiyalaymiz. Yutishamaymiz. Ularga shashaladan mushundoq yeng uchurlarni biz bilan bizga ta'minlab berdigan, biz daflanmaganni shashalaga, noylarga, yizlarga yetkazadigan bir kodchilarni vakolatchilik qilib olmasa olmaydi. Ha, to'g'ri. Yuqorisi vakolatchi birinchi darajalikka shu zaman desa bo'ladimi? Bulardi. Yo'q, endi deyman. Endi ma'valdan bir imtihonni bir ap baqsaq, bu baltiq bizning sho'yangga kirs bo'landi, bo'lmamdi. Ne, bizning g'aybat sho'yandi, unda oson yaramaydi. Oz deganda g'aybat qilish tarixi cho'qim 5 yildan oz bo'lmaslik kerak. G'aybatni naq maydonda qilish kerak, oldida qilish kerak. Uning ustiga mushu naq maydonda g'aybatin qilgan odamning cho'qim yurigidan bus qilib o'tish kerak shundoq. Undan so'ng shu naq maydonda bir imtihon ap baqaylik. Bizning sho'yangga kirsi bo'landi, bo'lmamdi. Endi mushu nim bo'libdi deb shu xabar arayalamdi shu kasbni riyosatchilikning bir qitga g'aybatning bir qitdi deb yaxshi emasmi? Nimasi yaxshi uninki? Unda o'kizman xush ketmayman Hojibek. Yo, oldirmoq sho'yang kiylardan cho'yib qolgan. Voy, meni sizga birini akilimiz. siz eringiz bilan sanlarga chiqib ko'zimdan o't chiqarib aytgandan ozdab, mush g'aybatchilar kodchilar guruhimizga eringizni so'rab olmoqchiman. Voy, Endi numus qilmaganlik-ku bu. Ya, bayam taqi shunda pez kod g'aybat degani bek pez qilib, o'tilda padinglar. Ha. Shunda pez o'tirib Sen nima yeng fikrlar bor? Ha, men Ro'shangul Hamroyim qilib akilib bu bechara yomon g'aybatga qoldi. Ish chog'rib ketdi olamizga. Guliston. Ha? Sizning keraklik. O'zingiz shunchalik yaxshi bir aktyor, shunchalik yaxshi bir iste'dod egasi, choyxona paranglarda o'sha Shinjongchi birdan bir ayol choy ichish shundami, Ro'shangul? Ha, ishtaman. Ha, lekin bu endi tuyuqsiz bir riyosat cho'p qoldi-chi bu aktyor. Aktyor tuyuqsiz riyosat cho'p qilib, riyosatchilikda birdan bir qiynalayotgan narsa nima desam, mikrofonni taqamaydigan bir tozchi bu. Programma boshlamay mikrofonni taqamay, o'sha armayni hozirgacha taqamayotdim. Bizning qilgan ishimiz nima desa, program boshini tomoshabin kap bo'lsa yig'laydi. Xabar mikrofonni taqab qo'yadi. Bizning qilgan ishimiz mikrofon taqash. Bundan chiqargan do'yingdagi shipinglari. Ha,
Her bir kösen aşağı kılsan kene. Ba'zida o'tgani bir usul o'ynabdi-ku. Usulni o'ynab yana bir chiqib bir emasli bir birini qilibdi-ku, bir chiqiribdi. Tamoq yeyotdim, o jo'zig'li yondiribdi. Rodiya bek doğramık ya şimdi. Rodiya bek doğraydi. O ne pip Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Ajoyib teyze. Shuni taqolib ketdi o'sha piyam meni. Denzem deganda qilib haqda qancha yoshga kirdingiz chunapa devatgan desam meni. 150 denzem bo'lsa, gap qilgan bo'lsa, 149 dan hammasi tilaydi ekan. Birisi ham ko'ngliga qolmasa biz anchamiz gap qo'yamiz Şu dedi. turmaydı ki deydi o. Nurg'un balalarning chiqib qog'ishlari ketib bordi. Qarab o'tirib ketdimiz, shu aktyor o'zi bir set, ismi bir set, qiliqi bir set. Endi tuyuqsiz bu Okean televiziyasining boshqa mavzuga olqish qilib, yaqin chayxonga chiqibdi-ku. Ha şu aktör tuyuqsiz riyoset çıkıp kaldı qara. Shu mavzularga pul xərclab, boshqalarga pul xərclab, ammallik chiqarib qo'ygan. Ha şu bir gap bor. Bo'lmasa bu aktyor nemish qildi? Bo'lmasa aktyorni riyoset chiqarib qo'ydigan ish nedi ba? Shu Deb bo'ldingmi deydi yo buni. bir bedellar desa kamigan. Endi riyosatchi degan meni ayolimdek chiroyli shinsayt bo'lish kerak-ku. Qarsaq degan do'ngoq tavuzga o'xshash qilib tursa, endi amallik boshqa bir pariyab qo'yibdi-mi shu. Hech kim deyman. Ammo ayolim o'tqo'tiq chiqibdi, shunda xush bo'ldim. Riyosatchilik qilibdi. Ayolim ham yaxshi bir riyosatchi, o'zim shu rejissyorlikda o'qigan Shinjon sana shu yerning. Qara Jonbil. Ha. Endi buni bir ishi, at program endi chayqalar ancha qiziqib chiqar emasmi? Programma bor desalar, ikkinchi program bor degan xabarni anglablar, chayxonaga atsiz, chiqsiz, qiz beshi bo'lsiz degan gapni anglagan keyin ikkinchi qavat chiqib ketib, ishning ichidan taqir jubriyatlar qara. Jubir deganni yotlab qoldi, uyda o'tirib, nemish qilyapsa desa, hargiz depamaydi. Hey, on deyishmaydigan bo'lgan-ku. Oshdamidi? Hey, deb bo'ldingmi deydig'ini. Ha? Endi Xili bo'lib qolamdi nima bu? To'shib qolamdi. Lekin Qanday? g'ayvat toza yetarlik emas. Yetarlik emas. Pang'ida yangi shushan g'ayvatdan biz chiqilmayadi. Shushan Hey, xabar. undasi Birat donliq, birat Ay, manda odamlar ishizlarni bilmam. Men dedim-ku, men ko'rmalar biladi. Men g'ayvat qilmayman. Ham oldidimi qilmayman, oqidimi qilmayman. Lekin men bek oq ko'ngil o'g'ashquchu. Ha, sen bek oq ko'ngil. Sen bir xil o'zingni bir xil donliq, bir xil noyt Volvotning cho'lponlaridek, o'sha jahonda sendek riyosatchi yo'qdek o'zingni bek cho'ng bilasan. Albatta, odam o'ziga ishonish Nomus kerak. qilmaydi ekansiz deyman. Faqat nomus qilmayman. Ha, lekin o'zingchiligi. Opam meni shunchalik talto'ga, shunchalik shunaqa kelishgan tug'ib, ashu nomus qildi ayrim tug'mabdi-ku. Ha, shu nomus qilmag'ashqa qara. Riyosatchilar oldimda 99 faoliyat bo'lsa, oshningki 100-chisini o'zing o'g'irlashtirib yurib riyosatchilik qilgan tursan sen. Ash faoliyatdan birasi pul olib Jor bekorlarga. Ya, men olaman. Anadagi sayliq bir xil o'zing kunda so'rinlaring bek chiqdigina shu. Hali haq chaqamizmi bir so'rinlarga berib ish qilib, shu kunda degidek ishchib sina ig'ir kasal bo'lib ketdi deb angladim rasmi? Yo'q. Bir chog'lar deylik chiroylaring sog'irib, bir xil bechora jugan shu chog'da shu bir bek ig'ir kasalib bolnisada yetib sakratlarga chiqib qilib, men chiqdim qutib qopdi deb angladim. Shu g'oljidan qaynab bo'ldiramiz ketdi. U nimadan shu turpandan tuqqanlaringni kelib, shu rasmiy shu tayyorlik qilib bo'ptikansizlar shu chog'da. Ha, shu yemush so'rg'i puli berib, uylab ketirgan bo'ldi gapni yosh. oy chigani moy qoplab ketdi deb bo'lganda shunda yaxshi biqib samaltat etdinsam, aslan moy bilan sabab ketgan bo'larkan emasmi? Shundan bilan mush doktorxonada 3 oy davolanib, mush topgan tagimiz hammamiz doktorxonaga ketib qarang. Nima ish qilasiz bu kasal ko'psini ham deya? Amal yo'q-da, endi qanday qilsa toshlayotgan bo'lsa bu. Toshlayotsangiz bo'laverdi biroq. Uningdan boshqa vaqtning ma'kidan ajab yurgimlikin dedingiz. Mushu ba'zi vaqtlarda shunday izzat tatib ketmay qarang. Uning bilan birga mangam. Ha, qanday? Yo'lga shunda bo'lib ketyapsiz. Oqar. Voy, ne bo'ldi? deb cho'chib ketmanda. Monqaratu. Mo'moy monqarab yiliq riyosatchiga deb menga o'rlib ketdi. Meni to'niyapti deb ketmadi. Voy. Amaliyotda mo'moyning monqarayotganini bilmaydi u. Voy, bichar so'lim. Sizning mashta kesilongiz bor ekan-a? Voy,
men qo'y. O'zinglar havas qilgan kesinlar bor ekan. Bir sinlar juqqa o'xshaydi. Sinokdan boshqasi juqqa demasmi? O'shtama. Ha. Voy, uningda boshqa yana bir mushu bayat yaqida do'qoyliqi 300 so'm xongba etib, birsiga maqol yozg'izdinglar. Meni maxsus bir mushu riyosatchilik sohasida bir maxsus ko'tarib berdi. Hozir oshta qildi ekan-ku. Bidiq salonlar ko'sak dastlabda, "Ma riyosatchini hajab maqtab ketibdi. Voy, rost mushtoyi qo'ydirib o'xshi" deb o'tiribdi. Voy, amaliyat uchun kimning oshta maqol chiqchi emas, yolg'on kajimi. Salonchi xongba etib pul xarjlab yozg'izdi ekan maqolni. Ha, sizning yeringiz mashta qilgan-ku. Va oshta qildi, 300 ga ochdim men. Voy, yinida. O'tirolmay bak yerib ketdingiz. 300 ga etishning bilan miliq maqolni yaxshi 100 bersangiz, yana 200 ga qo'shib bermaydigan deylik qiz bola 5 bet maqolni 10 bet qilib berdidan. Ha, yiliq vaqt sizmanda 500 qo'y qazilib yiliq yozg'ich qiz bola bergan-ku. Voy, ikron. Ha. Shuning bilan o maqolni chiqirib yiliq salon chiqargan ekan. 2 kun o'tganiga qo'rsam 295 adam ko'rdi Tumanda. Voy yuzim. Bu 500 qo'y bangchamni chiqmadi dasmoyimizmi chiqmadi manda. Xo'p bo'pti toza, ha. O'zingiz havas qilgan to'ysin. Shuning bilan bu mucha shunda tezko'ga tushdidan, ha. Bu qanday qilish kerak deb mush u yonga o'rlib, bu yonga o'rlib, oxir bir amal topdi bu. Shuning bilan mush 5-likka barliq donliq shaxslarga dars so'zlaydigan muallimlarga, cho'lponlarga, naqshchilarga, kasbdoshlarga, Okean televiziyasiga bizdan tomoqdan qizlardan tozalash qizlar qolmadi. Nim dedim? Endi shu 12 yillik riyosatchilik hayotimda mening ham sizga tunji qadim ehtiyojim tushib qoldi. U mening shu bu yigitni tunamsiz nomli maqolani bechambarak chiqarib qo'ygan bo'lsangiz deb. Voy. Kecha ajr qilib. Shu bilan qarsam bu ikkimizning chambarga o'xshaydi deb qarsam, hammamiz chiqarib ketyapti. Men o'qimayman-da uni. Men lekin qattiq chiqaman. Dunyo Shinjongda itirofga erishmish riyosatchilar hammamiz itirof qilib qarsam har bo'shlar, har naqshlar chiqarib ketyapti. Xo'shlab ketmanda, shuna 5 kun o'tganiga keyin davozat bozor cho'giralasam. Iliq oboshi uchrab qoldi. Atrofdan doktor to'naysiz-ku kep. Roziya qanday bo'lgan yaxshina voy yaxshi desam xabarni ishtir qanday deb yaxshi desam voy shumush kashda o'tlasam gap qilibdi, bir faoliyat o'tlasam gap qilibdi, bir naq maydon tarbiyalashga olsam gap qilibdi, sayyada tursam gap qilibdi, dayyada tursam gap qilibdi. Shu 5 qitim deb ketganda 100 eringizning 100 kilanmay 5 qitim gap qilgan chambarak chiqarib qo'ydim demanda. Voy bichora. Şu bu ballarni shundan yomon emas, hammadan to'ning deb o'ylayman, nimda bunday qildi deyman. Ya shu gap shu yilimi. Dedim-ku shu bu balning kichik vaqtida ya beshikda yiqilib tushgan, bu bal ya dadasining qo'lidan tushib ketgan bir yer bor bu balning. Kunanam do'lashni bir so'rab baqsam bo'ldi. So'rab baqsiz o'zga men o'tirib turman. Ey Roshangil makina. Ay makina, sizga hozir naqya qilaydi. Men qora jilmayman-ku bir yanada. O qizalchi hozir bir munch yerni maqtib oldi. His qildingizmi? O'shunda qildim-a? Ha? Abaychi qarang. Abay qizal meni azroq bir narsalarni dedi-ku. Shu men o'ylab qoldim. Qarang. Bu ishchi qarang. Bir-birini maqtishyapti-da. His qilmadingiz? Voy Roshangil. Shu degan bog'i tarizatda qiz bola. Shunda chiroyli bo'yingiz, bo'yingiz bor, chiroyingiz bor. Och riyosatchilik qilgan bo'lsangiz, Roziyadan ovozingiz bulbuldek chiqdi. U panoqning nari chiroyli. Siz chiroyli. O'zicha o'zlarincha mana Shinjongda bir xotin san'at beg'ildagi bir jiplardan o'tganda choyxona paranglarda obraz vakili bo'ldik deb o'zining haykalini yozib haykalning rasmning satligi qarang. Men ko'rdim. Satga o rasm hozir turda bulun pishqaqladi. Bu ikkisi o'zini o'zi uchun Shinjongda bir chaqlab ketilgan. Adamning qo'g'inlarini iyib. Xotini motrapdan eri ikkisi biz otrapga, biz Qashqarga, biz Xotanga, biz Shimolga, biz Janubga butun korxonchilikning keyinda yugurib yurib, bakaq riyosatchilik qildik-da deb o'zimiz izlab bordik-a. Voy biz qilib beraylik-da. Beraylik-da. O sayyog'imi xalqning biletlarini o'zi ilib, korxonchilarniki, o'sha korxonchining 500 adam bo'lsa, 500 adamninkini, 1000 adam bo'lsa, 1000 adamninkini yotoqlardan ko'tarib yurib, o'zdir berib, o'sha sayyoda hozir sayyo modib ketdimiz. O'sha riyosatchilik qilib 100 topimiz deb asli vasli qurib ketdi deb oldim. Yanchi qo'yib qolmoqchiman. Voy sizni bilib sizda